Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, yaxshilab oldinglarmi? Charchamang. Mana biz bu metanga o'chirga keldik, mana 10:40larda. Necha soatda chiqqanimizni ko'rsam, Toshkent, Bektemir. Qo'yliqda shundoq. Bektemir postdan kiradigan bo'lsangiz, Chorrahadan chapga, agar Farg'ona yo'lidan bo'lsa, Chorrahadan o'ngga. Mana zapravka hozir ko'rsatamiz. Mana qani mana necha soatda chiqqanimizni ko'rsatamiz. Siz oldin bitta podpiska bilan bitta like ayamasdan bosib qo'ying, biz ko'rsatamiz akalar, opalar, kim tomosha qilgan bo'lsa. Biz ham ozgina xalqqa hissamiz qo'shiladigan videolar olishga harakat qilyapmiz, xudo xohlasa. Endi hozir qo'ldan kelgani shu zapravka Bektemirdagi tezroq ishlayapti. Kecha ham osongina bir где-то 40 minutlarda qo'yib ketdim. Hamma Toshkent ichida yuribmiz. Endi Yandex Taxida yuramiz. Hozirgina men tashqarida edim, mana ichkariga kirib qoldim mana. Yo'lni yuzida edim. Yana уже siljayapti mashinalar. Agar Toshkentda Yandexda ishlab yurgan vodiy, voha, shu Toshkentda o'zidan qattiq gaz zapravka tezroq ishlayapti deb bilmay yurganlar bo'lsa, ma'lumot o'rnida kecha kuni oshxonaga kirdik. Shu oshxonada akalarimiz ham metan aytdi deb nima qilishdi. Men shu tavsiya qildik. Bektemir. Tez ishlayapti mana, tezda surilyapti mana. Juda ham hozirgina tashqarida edik. 10dan 40 minut o'tganda qo'ygandik, 8 minutda уже mana ichkariga kirdik. Bemalol kelib shvetlardan mahsulot bo'ladi. Mana do'stlar, 1 soat 20 minutda уже qo'yib chiqib bo'ldik mana. Ishlab turibdi. Podpiska, like, podдержка qilib turasizlar. Rahmat hammalarga. Joyingiz sog' bo'lsin. Mana 4 ana qizardi уже. Rahmat hammalarga. Vaqtinglarda ayamaganinglarga.